ishxonangni yelkanma chuqurga ko'rsin. Olsang ishtim olasan-da. Sening xabaring yo'q. Akang ishdan bo'shatib o'rishganiga ancha bo'ldi. Bir xabar olib qo'ysang bo'lardi. Shuni oqlini aytmaysanmi? Akam ham indamabdilar. Yur do'kon kirib chiqaylik. Aka olingan ro'zg'orlarga hisoblab oling, keyin akamning qarzlari bo'lsa qo'shib hisoblab berib ketaman. Adasi bolalaringizni aylantirgan olib chiqmoqchi edim. Bo'ldi onajon, faqat akamni ham bolalarini olgan tortmaga pul qo'yib qo'yganman. U bu narsa xohlasa olib bergin. Men ishga ketdim. Xo'p bo'ladi. Ha, ukam tinchlikmi tez chiqing deb chaqirding? Akajon, yangi mashina oldim. Eskisi uyda turuvdi. O'shani sizga olib keldim. Bu joyga haydab turarsiz. O'rtoq kelinni ani kuni akam bolalarni aylantirgan olib chiqqan ekan, kiyimlari bir ahvol bo'lib ketgan ekan. O'sha birlashgansa shuni jiyanlarim ko'rgani keldim, tashab chiqarsa, ha? Ustaka, horma endi. Ukajonim eshitmay qolma. Ishxonamdan ro'zg'or beruvdim. O'shanga sizga tashab ketay deb keluvdim akajon. Aka, bilaman, akamlar har doim shu do'konga chiqib go'sht oladilar. O'sha men pulni oling deb chiqqanlarda ehson bor deb berib yuboring, jiyanlarim go'sht yeb tursin. Akajon, men kiyimdan kiyib to'ling razmeringizmi? Ukajonim nima qilarding ovora bo'lib? Nimaga ovora bo'laman akajon? Keliniz bitta katta razmer olib kelib qo'yibdi. O'shanga sizga olib keluvdim. Ukajonim ishdan ketganim bilasan, nima qilasan o'zingni qiynab? Nimaga unaqa deysiz? Adamlar tirik paytlari suyanchig'im adam edilar. Adamlardan keyin siz yo'qotib qo'yish xohlamayman akajon. O'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Men yoningizdaman.